Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz tanlanganlar ichidasiz. Chunki hammaga ham bu link berilmaydi va hamma ham bu videogacha yetib kela olmaydi. Demak, men o'zimni tanishtiraman. Men Oysha Muxtorjonova Turkiyada 100% grant bilan Bursulda universitetida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Hozirda 1-kursga o'taman. 1 yil davomida Tomerda, ya'ni turk tilini o'rgandim, ya'ni bu ham bepulga o'rgandim. Endi kelajak, ya'ni kelayotgan sanada, kelayotgan oyda esa men o'qishimni boshlayman. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu videoda siz Turkiya burslari nima, Turkiya burslariga qanaqa qilib topshiriladi, Turkiya burslariga kimlar topshira oladi, xuddi shu narsalar haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Turkiya burslari o'zi nima? Turkiya burslari bu Turkiya davlatining xalqaro studentlari uchun beriladigan grant dasturi. Ya'ni siz Turkiya burslari yutib oladigan bo'lsangiz, siz Turkiyada 100% grant bilan o'qiysiz. Undan tashqari yotoqxonangiz qoplanadi. Ya'ni 4 yil bo'ladigan bo'lsa 4 yil davomida, 6 yil bo'ladigan bo'lsa 6 yil davomida o'qishingizda bemalol yotoqxonangiz qoplanadi. Ya'ni o'qishingiz tugaguncha yotoqxonangiz qoplanadi. Ikkinchisi esa bilet beradi, borib kelish biletingiz, ya'ni bir marta borishingiz va oxirgi o'qishingiz tugaganda qaytishingiz bileti beriladi. Undan tashqari oyiga $150 stipendiya bakalavr uchun, $200 stipendiya magistr uchun, $250 stipendiya esa PhD, ya'ni doktorantura o'quvchilari uchun beriladi. Undan tashqari siz u yerda yashashingiz davomida sog'liq sug'urtasi beriladi. Ya'ni siz u yerda birorta kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, sizga Turkiyaning davlat shifoxonalarida bepulga xizmat ko'rsatiladi. Keyin esa yotoqxonangizda 2 mahal ovqatingiz, ya'ni nonushtangiz bilan oqshom ovqatingiz bepulga beriladi. Undan tashqari universitetdagi ovqatlaringiz va transportlaringiz arzonlashtirilgan tarifda bo'ladi. Undan tashqari Turkiyaga student viza olish va u yoqqa borgandan keyin kimlik olishingiz ham siz uchun bepulga bo'ladi. Shuncha narsani nima uchun qoplaydi deyotgan bo'lsangiz, Turkiya davlati hech nimasiz, ya'ni siz 3 yil keyin ishlab berishingiz kerak degan narsa yo'q yoki pulini qaytarib berishingiz kerak degan narsa yo'q. Bepulga undan keyin ham o'qishingiz tugagandan keyin o'zingiz davlatingizga bemalol keta olasiz. Ya'ni sizdan hech narsa talab qilmaydi. Sizdan talab qilinadigan narsa u yerda yaxshi o'qishingiz va yaxshi baholar bilan, ya'ni tugatib, o'z yurtingizga qaytib, ishingizni davom ettirishingizdir. Ya'ni ular sizga nima uchun burs berishadi? O'zlarining madaniyatini, tilini, ya'ni Turkiyani ommaga tanitish uchun. Endi xo'sh, kimlar topshira oladi? Birinchi bo'lib bakalavrdan boshlaymiz. Bakalavrga 17 yoshdan 21 yoshgacha, ya'ni kollej yoki maktabning oxirgi sinfidan 21 yoshgacha bo'lgan hamma topshira oladi. Ikkinchisi, magistr uchun kim topshira oladi? 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan hamma. Faqat bakalavrni bitirgan bo'lish kerak. Endi PhD, ya'ni doktoranturaga kim topshira oladi degan bo'lsangiz, 30 yoshdan 35 yoshgacha bakalavr magistrni tugatgan hamma topshira oladi doktorantura uchun. Qolgan yoshdagilarcha yo'q, qolgan yoshdagilar topshira olmaydi. Misol uchun men bugun bu yil 22 ga kiradigan bo'lsam, bakalavr uchun topshiraman. Chunki bakalavrda topshirish yoshi 21 yoshni tashkil etadi. Baholar qanaqa bo'lishi kerak? Baholar bakalavr uchun 70%, magistr va PhD uchun 75%, tibbiyot bo'limlari uchun hamma uchun, ya'ni bakalavr, magistr va doktorantura o'quvchilari uchun 90% dan oshishi kerak. Ya'ni GPA valingiz 90% dan oshishi kerak. Undan tashqari nima talab qiladi? Aslida boshqa hech narsa talab qilinmaydi, faqat motivation letter yozishingiz kerak bo'ladi, ya'ni niyat xati. Magistr, PhD esa research proposal, ya'ni tadqiqotingiz, ya'ni kelajakda qilmoqchi bo'lgan tadqiqotingiz haqida yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin boshqa narsa talab qilinmaydi. Agar turk tilini bilmaydigan bo'lsangiz, 1 yil bepul turk tili kursi bo'ladi. Ya'ni misol uchun magistr uchun ham, bakalavr, doktorantura uchun ham hamma uchun tekin bo'ladi bu narsa. Ya'ni turk tilini bilishingiz shart emas yoki ingliz tilini bilishingiz shart emas. Lekin agar ta'lim tili ingliz tili bo'lgan yo'nalishlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini bilishingiz kerak. Endi hujjatlarni qanday qilib tayyorlaymiz deyishingiz mumkin. Hujjatlarni tayyorlashda o'zi aslida nima hujjatlar kerak bo'ladi bizga? Bizga pasport yoki ID, motivation letter, ya'ni niyat xatimiz, undan tashqari shahodatnoma, diplom yoki diplom va tabellar kerak bo'ladi bizga. Agar hali maktabda bitirmagan bo'lsangiz ham, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Maktabingiz oxirgi sinfida bo'lsangiz, bemalol topshira olasiz. Magistr va PhD talabalari uchun esa reference letter, ya'ni recommendation letter, ya'ni tavsiya xati, tavsiyanoma kerak bo'ladi. Bu kimdan olinadi? O'qituvchi, dekan yoki rektoringizdan olishingiz mumkin. Endi kalendar qanaqa bo'ladi? Qanaqa tarzda bo'ladi? Birinchi bo'lib yanvar-fevral oylarida qabul, ya'ni saytga qabul boshlanadi. Birinchi bo'lib saytga o'zingizni hamma hujjatlaringizni, o'zingiz haqida ma'lumotlarni, niyat xati, tavsiyanoma shu narsalaringizni topshirasiz. Undan keyin esa may oyida suhbat va matematikadan test bo'lib o'tadi. Suhbat qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu xuddi do'stona suhbatdaqa bo'lib o'tadi va undan keyin matematikadan test esa 11-sinf
dasturi bo'yicha faqat bakalavr uchun, ya'ni bakalavrga topshirgan hamma o'quvchilar uchun bo'ladi. Undan keyin esa oxirgi javoblarimiz 20-avgust atrofida chiqadi. O'tgan yil ham 20-avgustda chiqqan, bu yil ham 20-avgustda chiqdi. Oxirgi javoblaringiz chiqqandan keyin uni qabul qilasiz va Turkiyaga ketishga tayyorlanasiz. Ya'ni sizni dokumentlaringizni qilasiz, yana boshqa narsa ishlaringizni qilib turib Turkiyaga tayyorlanasiz va sizga yotoqxonangiz ma'lumotlari, bank kartangiz ma'lumotlari, sug'urtangiz, to'mar ma'lumotlaringiz, yotoqxona ma'lumotlari, hamma narsangiz ya'ni keladi. Ya'ni biletingiz ham keladi shuning ichida. Sizga hamma ma'lumotlar berib boriladi. Endi qanday topshirishimiz mumkin deyotgan bo'lsak, Turkiya burslarining o'zining ofitsial saytidan, ya'ni rasmiy saytidan topshiriladi. Va bizda Bursmine dasturini tashkil qilganmiz. Aynan siz uchun, ya'ni hujjatlarni qanday topshirish bo'yicha, hujjatlarni qanday tayyorlash bo'yicha, saytga qanday kirgizish bo'yicha, universitet tanlash, soha tanlash, shahar tanlash va undan tashqari grant yutib olganingizdan keyin, ya'ni intervyuga chaqirilganingizdan keyin suhbatga va matematikaga tayyorlanish bo'yicha, undan keyin esa grantni yutib olganingizdan keyin Turkiyaga dokumentlarni tayyorlash, viza ishlari, elchixona bilan bo'ladigan ishlar, Turkiyaga borganingizdan keyin universitetingiz bilan bo'ladigan hamma dokumentlarni va undan keyin ham kimligingizni olishingizga biz yordam beramiz. Ya'ni hamma narsani noldan boshlab shu grantingizni yutib olib Turkiyaga borib joylashib bo'lguningizcha hamma narsani qilib beramiz biz. Ya'ni qilib beramiz biz, hamma narsani o'rgatamiz biz. Biz sizlarga hech qanaqa grant yutib bermaymiz. Shunchaki sizlarga grant yutib olishni, ya'ni o'zimiz qanaqa qilib yutgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa tarzda o'rgatamiz. O'tgan yili men bepulga o'rgatdim va 300 dan ortiq talabalarga yordam berdim va ulardan 10 taga yaqini suhbatga chaqirildi. Hozirgi kunda 4 tasi esa grant yutib oldi. Ya'ni men nima demoqchiman, bu narsada ham o'zim yutganman, ham birovga ham yordam berganman va men sizga ham bemalol yordam bera olaman. Endi grant yutmasam nima bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, grant yutmagan taqdirda ham sizlarda ba'zida bo'ladi. Ya'ni siz xalqaro dasturlarga topshirmoqchi bo'lganingizda yoki boshqa xalqaro bo'lgan stipendiyalarga topshirmoqchi bo'lganingizda, ko'rganingizda, ya'ni application processda ariza topshirish jarayonini ko'rganingizda sizda shok bo'lib qolmaysiz. Ya'ni sizda xato qilib qo'ysam nima bo'ladi yoki buni to'g'ri qila olmasam nima bo'ladi, motivation letterda qanday yozaman degan qo'rquvlar bo'lmaydi. Uni o'rniga o'zingizga bo'lgan ishonch va men bu narsani uddalalayman degan narsa sizda bo'ladi. Chunki siz Turkiya burslariga ariza topshirish jarayonida nafaqat Turkiya burslariga, balki boshqa xalqaro dasturlarga ham topshirishni o'rganasiz. Ya'ni siz boshqa dasturlarga ham nafaqat stipendiyalar, balki bu forum bo'lishi mumkin yoki qanaqadir stajirovka bo'lishi mumkin, shunaqalarga ham topshirishni o'rganib olasiz. Undan tashqari siz motivation letter, CV, recommendation letterda o'rganganingiz, bu nafaqat bu stipendiya uchun, balki boshqa narsalar uchun ham juda ham katta xizmat qiladi. Chunki har bir dasturga topshirayotganingizda shu narsalarni topshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, siz grant yutolmagan taqdiringizda ham networking, ya'ni boshqalar bilan networkingingiz oshadi. Undan tashqari xalqaro dasturlarga topshirish tajribangiz bo'ladi. Undan tashqari esa hujjatlarni qanday qilib topshirishni o'rganib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttirasiz va undan tashqari sizda volontyorlik gruppalari, ya'ni volontyorlikka yoki xalqaro dasturlarga topshirish mumkin bo'lgan kanal bo'ladi. U kanalda biz linkini jo'natib turamiz va o'sha link orqali siz boshqa dasturlarga topshirishingiz mumkin. Va nafaqat siz bu yerda Turkiya burslariga topshirasiz, yutsangiz undan ham zo'r. Agar yutmagan bo'lgan taqdiringizda ham sizda juda ham katta rivojlanishingiz uchun bu qadam bo'lib qoladi. Endi biz kursimizda, ya'ni Bursmine kursida o'zi nimalarni o'rgatamiz, shu haqida to'xtaladigan bo'lsam. Bursmine dasturi 3 ga bo'linadi. Topshirishdan avvalgi, ya'ni saytga hujjat topshirishdan avvalgi bosqich, saytga hujjat topshirish bosqichi va saytga hujjat topshirishdan keyin qilinadigan ishlar. Ya'ni bular dekabrgacha, ya'ni yanvargacha bo'lgan vaqt, hozir sentyabrda ochiladigan bo'lsa, yanvargacha o'zimizni rivojlantiramiz, motivation letterimizni rivojlantiramiz, soha, qaysi sohadan tanlaymiz, o'zimiz shaxsiyatini o'rganamiz, shu narsalar bo'ladi. Saytga topshirish bosqichida universitet tanlash va saytga bosqichi, ya'ni saytga hujjatlarni topshirish bosqichi bo'ladi. Endi undan keyingi bosqichda bo'ladigan bo'lsa, sizda intervyuga tayyorlanish, agar intervyuga, suhbatga o'tgan bo'lsa, intervyuga tayyorlanish, matematikaga tayyorlanish, agar undan ham o'tadigan bo'lsangiz, keyin oxirgi natijalar chiqqandan keyin Turkiyaga viza ishlari, ya'ni elchixonaga borish, dokumentlar tayyorlash, universitetga borgandan keyin nima qilish kerak, Turkiyaga borgandan keyin qanaqa ishlar qilish kerak, kimlikda qanaqa qilib oladi, hamma narsalarni bu yerda biz o'rgatamiz, ya'ni siz bilan birma-bir qadam-qadam bo'lamiz. Endi bizda 3 ta tarifimiz bo'ladi: oddiy, premium va VIP tariflari bo'ladi. Oddiy tariflarda hamma narsani o'rgatamiz, ya'ni 0 dan boshlab siz grant yutib
kimligingizni olguningizgacha bo'lgan narsani o'rgatamiz. Bu yerda lekin admin bilan ham, men bilan ham aloqa qila olmaysiz. Faqatgina darslarni ko'rib, o'zingiz mustaqil ravishda topshirasiz. Endi ikkinchisi bor, bu premiumimiz bo'ladigan bo'lsa. Premiumda xuddi shu oddiydagi narsalar va uning ustiga siz adminlar bilan ishlash va undan tashqari volontyorlikka, xalqaro dasturlarga topshirishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni linklar sizga grantlarni topish uchun linklar bo'ladi. Ya'ni bitta kanal bo'ladi va shu yerga doimo grantlar tashlanib turadi. Endi 3-bosqichimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 3-tarifimiz bo'ladigan bo'lsa, bu VIP tarifi bo'ladi. VIP tarifida siz xuddi plyusda bo'lgan, ya'ni premium bosqichda bo'lgan, premium tarifida bo'lgan hamma narsalar va uni ustiga siz o'zim bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bunda siz men motivation letteringiz, CV'ingiz, recommendationingiz bir martadan tekshirib beraman. Undan tashqari universitet tanlashda, soha tanlashda mendan maslahat olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirchalik shular bo'ladi. Agarda siz topshirmoqchi bo'lsangiz, hoziroq shu Telegramga yozing. Yozganingizda agar video 10 kodi bilan yozadigan bo'lsangiz, aynan siz uchun faqat videoni ko'rgan odamlar uchun, ya'ni videoni oxirigacha ko'rgan odamlar uchun bizning skidkamiz bor. Bu skidkadan bemalol foydalanib olishingiz mumkin. Hammaga omad.